Oyijonlar, bizda ozgina stressli holat, qo'llab-quvvatlab turayotganinglar uchun rahmat. Mana ko'rdinglarmi? Uchuvlarim birpasda asabiylashsam, uchuvlarim chiqib ketadi. Bu asabiylashadigan holat emas, faqatgina 31 ertalabga uy tayyor bo'lar ekan. Uyimiz tayyor bo'lishi shart. Buni sabablari bor oyijonlar. O'shaning uchun. Xo'p, hamma narsani so'rasam, atmetga qilayotganinglar, yordam berayotganinglar uchun juda ham katta rahmat. Bugun klinika soat 10 gacha ishlaydi. Hech qayerdan topa olmaysizlar, men javob beraman. Klinikalarga borasizlar o'ziga. Akusher ginekolog, prenatolog, o'zist. Ya'ni faqat homila bilan shug'ullanadigan odamni topa olmaysizlar. Kechkisi menga 10 gacha Shohistapam ishda bo'ladilar, klinika ishlaydi. Men ham kechroqgacha bo'lishga harakat qilaman.